Sog' bo'lasiz. Keyingi savolimiz 10-savolimiz bo'lyapti. Bir yeganda 1 kilogramm choyxona palovni yeya olasizmi? Qiziq savol bo'ldi-yu. Bir yeganda Yo'q. 1 kilogramm choyxona palov. Bu o'z navbatida go'shtlari, sabzilari bilan 1,5 kilogrammni tashkil qiladi o'rtacha. Yo'q, unaqa yeya olmayman, yesak. Shu bir kosa yeymiz-da. Bir kosa. Demak, gavda katta bo'lsa ham ko'p ovqat yemaysiz. Bir kosa me'yorida. Yo'q. Nonchi non, nechta non yeysiz? Butun nondan. Nima deydi? Shu yarimta deymiz, non bari. Значит, tandir nonini yarmini yeya olasiz. Bitta butun yeya olmaysiz. Yo'q. Yaxshi. Bu yaxshi. Chunki inson o'zini o'zi me'yorini bilib ovqat yegani yaxshi. Zo'r, sog' bo'lasiz. Keyingi savolimizga o'tamiz. Hurmatli bizni tomosha qilib yurgan, o'tirgan mehmonlarimiz, Anvarjonga quyidagi savolimiz. Nechta shashlik yeya olasiz? Bir yeganda nechta shashlik yeya olasiz? Endi смотря qanaqada, ochib borsak, yeyoramiz 10 ta. Ha. Qorin och holatda 10 ta shashlik bilan nechta non yeysiz? Bitta nonda. Bitta non. Bu ham yaxshi. Значит, katta shashlik bo'lsa kamroq, kichkina shashlikdan Kichkina shashlikdan 10 ta, katta shashlikdan 2 ta 3 ta. 5 ta ham do'ring. Ha, yaxshi. Sog' bo'lasiz. Keyingi savolimizga o'tamiz. Anvarjon, endi sekin tibbiyotga qarab, yaqinlashib tibbiy savollardan beramiz. Asablaringiz qanday? Jahlingiz tezmi yoki muloyimmisiz? Jahl chiqqanda o'zingizni boshqara olasizmi? Shu savollar. Jahl tez chiqadi, keyin sraz yana joyiga keladi. Ha. Значит, vaqti bilan asablaringiz tez jahli chiqqandan keyin o'zingizni boshqarib olishingiz oson bo'ladi. Oson bo'ladi. Ha, значит, o'zingizni tez boshqara olasiz. Ha. Bu kimga yaxshi? Kennoyga yaxshi. Sog' bo'lasiz, rahmat. Keyingi savolimiz. Uxlaganda xurrak otasizmi? Mana insonlar uxlaganda charchab kelasiz, gapingizni oldim uzr. Charchab kelganda xurrak otamiz. Ha. Значит, ko'p ishlar bilan, mehnat bilan, yumushlar bilan kelgandan keyin uxlaganda, значит, xurrak otasiz. Buni hech kimdan yashirmaymiz. Bu gavdaga xurrak otish ham yarashadi. Kechagi gapingizni ayting. Parovoz emasmi? Parovoz emas, yo'q. Parovoz bor, emas. uncha bor parovoz. Значит, xurrak otish juda ham parovoz emas. Yo'q. Yaxshi. Kecha yaxshi fikr bildirdilar. Parovoz emas xurrak otishim, o'rtacha xurrak otaman deyishdi. Yaxshi. Harakatingiz qanday? Gavdangiz kattaligi o'zingizga bilinadimi? Bilinadi, oz-ozda bir payt. Nima deydi? Qorni och bo'lsa yuraveraman. Ha. Qorni to'q bo'lsa, qandaydir qiynalib, sal Ha, nag'ishli bo'ladi-da. Qorin to'q bo'lganda ozgina harakatingizda o'zingizda ozgina yuklama borligi yoki bir bilinadi. Mana moshinaga o'tirib, moshinadan tushganda, balandlik zinapoyalardan ko'tarilganda, shunday holatlarda bilinadi. Yo'q, unda bilinmaydi. U haligi aytyapman, agar men ro'za paytida ro'za tutasiz, o'sha payt bemalol 3-4 kilometr aylanib yurmam chiqaveramanda. Aha. Keyin hali mana ro'za tugagandan keyin boyagi ovqatlanish yana boshlangandan keyin odam harakat kamroq bo'lib qoladi. kamroq bo'lib qoladi. Uni yashirish kerak yo'q. Yaxshi. Hozirgi holatingiz yaxshi, umumiy holatingiz yaxshi. Allohga shukr, rahmat. Keyingi savol 15-savol ekan. Oilangiz, farzandlaringiz haqida qisqacha aytib bersangiz. 3 ta farzandim bor. 3 ta farzandingiz. O'g'il, Kattasi qiz, o'rtanchasi o'g'il, kenjasi qiz. Значит, 3 nafar farzandlari bor. Kattasi qiz, o'rtada o'g'il, kichkinasi yana qizlaringiz. 3 ta nevaram bor. Malades, barakalla. 3 ta nevara bor. Katta qiz. Katta qizingizdan. Nevaralar, o'g'il, qizlar? 3 ta qiz. Ha. Ulardan 3 ta qiz nevarangiz bor. Tabriklaymiz. Yaxshi, sog' bo'lasiz. Keyingi savolimiz. Farzandlaringiz haqida so'radik. Undan keyingi 17-savolga o'tamiz. Eng yaxshi ko'rib eshitadigan qo'shiqlaringiz. Qaysi qo'shiqlarni yaxshi ko'rib eshitasiz? Shu savolimiz. Rustam G'oyipov, Rustam G'oyipov, Abdurauf Olimov,
Abdurauf Olimov rahmatli, ular olamdan o'tdilar. Tojikiston Xurshid Rasulov shular. Xurshid Rasulov. Shu qo'shiq insonlarning qo'shiqlarini yaxshi ko'rib eshitasiz. Ha, maza qilaman. Maza qilamiz, to'ppa-to'g'ri. Keyingi savolimizga o'tamiz. Qaysi avtomashinalarni ko'proq yoqadi sizga? O'zimizni O'zbekiston Chevroletlarmi, Yevropani mashinalari, Mercedeslarmi, Xitoy mashinalarimi yoki rossiyskiy Gazellarmi? Qaysi ma'qul sizga? Shu yoshgacha aka gazelda yurganman men. Gazel yoqadi. Haqiqatan zo'r mashina. Endi bizga o'diga yarashadi. Ha, значит, shu yoshgacha Gazelda ishlab, Gazelda xizmat qilib, tirikchilik qilib, oila boqqansiz. Значит, Gazel mashina sizga ma'qul. Qaysi tomonlama? Chiqib tushish, kabinaning kattaligi, gavdaga mosligi. Gavdaga mos. Haligi sirli gapni ham aytib o'ting. Damasda ham yurganmisiz? Ha, yurganmiz, Damasda ham yurganmiz. Damas ko'targanmidi? Unda yengil edik-da. Nechinchi yillar bu Damasda yurgan paytlaringiz? Endi 2009-8 yilda. Ha, 2009-2010 yil, значит, 16 yil, 17 yil oldin. Unda necha kilogramm bo'lgan vazningiz? Unda shu 120 kilo, 110 kilo shunday. Ha, значит, oxirgi 15 yil ichida siz vazn ko'proq vazn orttirdingiz, ko'proq semiribsiz. Oxirgi 15 yil ichida. Yaxshi, bu savolni ham javobini eshitdik. Hozirgi vaqtda nima bilan mashg'ulsiz? Shu kunlarda, mana shu vaqtlarda nima bilan mashg'ulsiz? Tirikchilik qanday edi? Hozirgi kunda aka dehqonchilik. Dehqonchilik. Shuncha chorva, mollar bor. Dehqonchilik. Daladan chiqib kelyapman aka. Karam chaqirganingizda daladan chiqib yetib keldim aka. Молодец. Karam bilan shug'ullanyapsiz. Karam ekansizlar. Yaxshi. Hosildorliklaringga Allohim baraka bersin. Sog' bo'ling. Hosildorliklaringga baraka bersin. Yana 3 ta savolimiz qoldi. Shu savollarni berib, keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Nechinchi razmer oyoq kiyim kiyasiz? 46. 46. Ha, rossiyskiy. Rossiyskiy 46. Agar Xitoyligi bo'lsa, 50 ham bo'ladi. 50 ham deyvering. 50 ham bo'laveradi. Yaxshi. Молодец. Ajoyib savollarimiz va javoblarimiz. Sayohat qilishga qiziqasizmi? Albatta qiziqamiz. Qiziqasiz. Qaysi O'zbekiston viloyatlarida, chet davlatlarda bo'ldingiz? Chet davlat endi o'zimizning qo'shni davlatlari, Tojikiston, Qozog'istonga ko'p chiqdik. Tojikistonga ko'p chiqdik. Tojikiston, Qozog'istonga xizmat yuzasidan, dehqonchilik yuzasidan o'sha ish bo'yicha borib kelgansiz. Yaxshi, zo'r. O'zbekistonda-chi? O'zbekistonda bitta bormaganim Xorazm bilan Qoraqalpog'iston qoldi. Agar Xudo xolasa nasib qilsa, kuch-quvvat bersa, bir aylanish niyat bor, oshna og'aylar bor. Молодец. Значит, O'zbekistonda hamma viloyatlarga borib kelgansiz, faqat yetib bora olmaganingiz Xorazm bilan Qoraqalpog'iston qoldi. Xudo xolasa boramiz. Boramiz. Nasib qilsin. Siz bormasiz, o'zimiz olib boramiz. Xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarda bu savolning ham javobini eshitdik. Mana hurmatli bizni tomosha qilayotgan Bekobod xalqimiz, Bekobod tuman shahar xalqimiz, bugun bizni shouimizni birinchi ishtirokchisi Anvarjon bo'ldi. Mana Anvarjon bilan suhbatni o'tkazdik. Mana Anvarjon hozircha birinchilardan bo'lib bizni birinchilar mehmonimiz bo'ldi. Yana qiziqishda davom etamiz. Mana o'zlaridan so'raymiz. Balki yana Anvarjonga o'xshab tumanimizda polvon yigitlarimiz bordir. Bilsa hozir aytadi. Bilmasa birinchi o'rinda hozircha Anvarjonga beramiz. Anvarjon, tumanimizda o'zingizdan, sizdan gavdasi katta, bo'yi baland, gavdali inson uchratganmisiz, bormi? Bekobod tumanimizda, Bekobod shaharimizda. Uchratmadim. Menda nima dedi? Ham yelkasi katta gavdali, ham bo'yi baland, ham vazni 192 kilogramm. Bundaqa bola O'zingizdan katta, значит, o'zingizdan katta gavdali, o'zingizdan baland insonni hali bo'yi balandlar bor. Bor. Ozg'in, lekin ozg'in. Vazni bo'yicha yo'q. hali uchratmaysiz. Siz, значит, hozir bizni Bekobod tumanimizda, Bekobod shaharimizda nomer 1 gavdali polvon inson siz bo'lasiz. Yaxshi. Endi hurmatli
bizni tinglab borayotgan xalqimiz, Bekobod tumani va shahrimiz ko'rsatuvimizni, bugungi ko'rsatuvimizni birinchisi bo'lgani uchun qisqaroq qilamiz. Sizni ham vaqtingizni olmaymiz. Hozir mana meni bo'yim 1.90, og'irligim 110 kilogramm. Hozir men bilan Anvarjonni solishtiramiz. Qani ikkalamiz oramizda qanchalik farq borligini. Qani Anvarjon, bir ana yaqintirib olasiz. 1.90 ga 2 metr ham doğramiz. Ha? 2 metr. Meni og'irligim 110 kilogramm, Anvarjonniki 192. 192 kilogramm. Malades. Anvarjon, sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Sizga ham omad aka. Dehqonchiliklaringizga Allohim barakasini bersin. Ko'rsatuvlarimizga chaqirib turamiz, mehmonimiz bo'lasiz. Hurmatli cheksiz aka. Rahmat. Xudo xolasa Doktor To'xa klinikamiz nomidan sovg'alarimiz bor. Sovg'alarni alohida taqdim qilamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Sog' bo'ling. Rahmat. Xush kelibsiz. Xo'p, rahmat.